Dadasi, qarang mana shu mashina. Onasi bu mashina qancha turishini bilasanmi? Dadasi 5 yilga bo'lib to'lashga berishar ekan. Hali mashinamni krediti bor. To'lashga qiynalib turibman. Sabr qil, keyinroq olamiz. Dadasi, qarz uziladi, mashina yonimizda qoladi. Qarang buni zo'rligini, komfortini qarang. Dadasi, men yaxshi ko'rsa shu mashinani olib bering, qarang zo'rligini. Menga juda ham yarashadi. Men hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashinalar bizga juda ham yoqdi. Erim bilan shuni olmoqchimiz. Juda yaxshi-da. Qaytgancha bu salonni egasiman men. Bu esa meni vizitkam. Bu nimaga? Mabodo de. Dadasi, olamizmi? O'ylab gapiryapsam, xotin. Mashinamni ijarasini vaqti kelgan. Hozir so'rab telefon qildi. Olamiz shu mashinani. Ozroq sabr qil. Hamma dugonalarimda shu mashinadan bor. Jon dadasi, olib bering. Meni yaxshi ko'rsangiz, hamma aytganingizda qilaman. Jon dadasi, olib bering. Yo'qdimi? Olib bering shuni menga. Yur uyda gaplashamiz. Dadasi, Onasi, ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. Hozir unaqa qimmatbaho mashina oladigan ahvolda emasmiz. Topganim o'zi ro'zg'ordan ortmayapti. Hali mashinani 3 yillik krediti ham bor. jon dadasi, bir amallang, iltimos. O'tgan kuni o'rtog'imni eri xuddi shunaqa mashinaga katta qizil bantik o'rab sovg'a qildi. Meni undan nimam kam? Sani undan hech qaring kam emas. San men uchun bebaho ayolsan. Lekin hozir unaqa mashina ola olmaymiz. To'g'ri tushun. Olib bermaysizmi? Hozir olib bera olmayman. Sizga tegib o'zi nima ko'rdim? Hech qachon sizni muammolaringiz tugamaydi. Har doim shunday nimanidir bahona qilasiz. Men nimadirni so'rasam, meni qachon o'ylaysiz? Men uchun siz o'zi nima qilib bergansiz? Nima uchun Onasi! o'zi sizga erga tegdim, qurumsoq? Erkakmisiz? Onasi! Mashina olib bera olmaydi. Bu restoran ham meniki. Qoyil, bitta avtosalon, bitta restoran. 3 ta Nima? restoran 3 ta demoqchiman. Vau! Qoyil. Xullas, sizga siz istagan hamma narsani bera olaman. Rostdanmi? Albatta. Ertagayoq salonga borib, istagan mashinangizni olib ketishingiz mumkin. Istaganim nima? Albatta. Istaganingizni. Erkak bo'lsa, sizday bo'lsa-da. 3 kun bo'ldi Dubaydan kelganimizga shunaqa mazza qilib dam oldim o'rtoq, mana buni qarab. $500 olib berdilar. Voy, buncha chiroyli. Kecha yangi mashina olib berdilar. Ertaga nomimga o'tkazib beradilar. Shunaqa baxtliman. Mendan hech narsani ayamaydilar. Juda ham baxtliman. Bu kim? Bu haqiqat. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Bu deganim shuki, sen bilan sayohatimiz mana shu yerda tugadi. Axir men sizni deb oilamdan voz kechganman. Men senga sadoqatli bo'laman degandingiz. Sadoqat. Sen oilangga sadoqat qilmagansan, menga sadoqat qilarmiding? Seni sadoqating boylik, mashina, pul. Ha, mayli. Shu paytgacha senga qilgan xarajatlarimga roziman. Tur jonim, ketdik. Hayır. Ha, aytgancha. Ertaga kelib mashinani olib ketishadi. Nima? Yaxshi qol. Dugonajon, va nihoyat baxtimni topdim. Hechdan ko'ra kech deb shuni aytsalar kerak-da. Erim meni yer u ko'kka ishonmaydilar. Judayam mehribon inson. Bilasanmi, eng muhimi otajonim vasiyat qilganlaridek bir so'm topsa ham halolidan topadigan inson. Xullas, haqiqiy oqatdagi shahzodamni uchratdim. Xayr dugonajon, meni erim kutib qoldilar. Keyin gaplashamiz, xo'p.
kel chiqib qol azizam.